Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan, real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Qodir Alijon, Krasnoy ploshadda mazza qilib aynaldik. Endi bir qorinchani g'amlasak, bizlarda restoranga edi. Normalniy restoranga, tushundingmi? Ofitser, ofitsant. Ishga edik, shuncha narsani qaydan tuylaymiz endi? Mana, Sashka. Xush kelibsan, dobro pожаловать. O'zimiznikilar qoq ketayotgan ekanda. Voy, bля, Sash, men senga aytuvdim faqat ruscha gapir deb. Qochdik, Sashka. Ay, bля, Furi, qaydan ham senga ishonib undan ko'ra pirashka yeganimiz yaxshi edi. Muncha noliysan, Sashka, zapomni. Kut bo'lib qolsang ham chiroyli yasha. Men ketdim, qo'llarni yuvganman. Idishto'g'ing yuv. Undan ko'ra qaytganim yaxshi edi. Alo, Jamshid, Diyatkorning ustaxonasiga kelgan zapchastlarni sotdim. Pullarini olib, qizil Jigulini sideniyasini tagiga qo'yib qo'ydim. 1-2 kun tinchigandan keyin borib o'zimiz hal qilamiz. Tushunmading, gap bo'lyapsanmi? Всё нормально, братан. Ноги поднимите, ноги. Ishingni qilgin, ishingni qil. Xo'p. Tushundingmi gapimni? Davay. Sashkajon, menda bitta plan bor. Yo'q, Furijon, menga planlarni kerakmi? O'zi senga ishonibman, shu ahvolga tushyapman. Короче, men boshliq bilan gaplashdim. Men shu ishga kiryapman, posudamoyka, ishlayman, pulni olaman, uyga jo'nataman. Voy, senga munchagina xo'roz qantib berib qo'ysa, ertalabgacha yalayotasan. Sashka, nahot seni orzuing yo'q, ballaringda olim ma'lumotli qilgin kelmaydimi? Malibuda hamsiyalaring ilta yurgin kelmaydimi? Oilang bilan Dubayda, Malayziyadami dam olgin kelmaydimi, Sash? Bu dalbayoq pasudamoyga yuvaman deydi. Menga qara, hamsiyalaring sendan qayda ishladi, Sashka desa, pasudamoyga yuvdim deysanmi? To'g'ri aytyapsan, Furid. Конечно, men shu paytgacha to'g'ri gapirganman. Короче, plan bor. Qisqasi, o'sha avtoservisga boramiz, pulni olamiz, qaytamiz. Plan zo'rmi? Ay, Furid, qara senga ishonaman men. Oldimga turish, tez, yashtar bilan. Qodir Ali, tez hayda, tez bo'l. Shu yana qayerga? Ufullama, bala, oyog'imda trashina hali ketgani yo'q. Hozir Ximki ruchnoy vokzalga haydaysan, Datkolni garajiga men o'zim yo'lda tushuntirib ketaman. Tushundingmi? Yo telefon qilsanmi, Sashka? Telefon qilaymiz. Bo'ldi demada tezsiz hayda. Qish mavsumi uchun eng yaxshi atirlar. Sotuvi bo'yicha hozirgi kunda eng trenddagi atirlar aksiya narxida. Bizda endilikda Dior Sauvage, Blue de Chanel va 8 element atirlari aksiyada. Bitta atir narxida endilikda 3 ta atirga ega bo'ling. Atirlarimiz Arabistonning Uniflame kompaniyasiga tegishli bo'lib, ular original atirlar bilan birga ishlangan. Hoziroq pastdagi tugma orqali mahsulotimizga buyurtma bering. Buyurtmangizni O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Furid, to'shin shu garajmi? Sashka, men hech qachon adashmayman. To'shna ana shu garaj. To'xta, Qodir Ali, to'xta. Senga katta rahmat. Xizmatlaringga rozi bo'l. Mana bu pasporting. Bo'ldimi aka? Udumningni qilak. Seni rag'batlantiraman men. Mana. Kanga olasan. Bu safar telefon qilgan payt bittaga ko'tarib
qaytib kel, tushundingmi? Bo'lmasa Sashkaga aytaman, militsiyaga telefon qiladi. Tushundingmi? Mersi ehtiyot qil. Qodirali, bo'pti. Nasiga aziz. Rahmat Qodirali. Men adashmayman-ku. Xullas bolalar, garajda narsa yo'qolganligi sababli o'sha zararni qoplash kerak. Boshliq aytgandek 3 oy bepulga ishlab berasizlar. Tushunarlimi? Xohlasalaring ham, xohlamasalaring ham shu. Kim-kimlarga o'g'irlashib ketadi, biz nima uchun bepul ishlaymiz ularni? Boshliq shunday dedi. Короче, я все сказал, идите работать. Tushunarlimi hammaga? Aydan bilay. Здесь кто-то есть? Нет. Здравствуйте, товарищ. Как вас? Дома как? Бабуля как? Кто-то как? Корова молоко дает? Все нормально? Вы кто такие? А мы рабочие, работать хотим. Что умеете делать? Мы все, что умеем. Электромонтер, художник, газосварщик, электромонтер, отмотка, фестер, слесарь, панджакаш, анджува. Все, что умеем. Что он говорит? Мы, короче, это автосервиса работать хотим, да, автослесарь. А, все, понял. Лук оформляет. Спасибо вам большое, огромный. Будьте счастливы. Что? Bo'ldi bolalar, pasportlar beringlar bo'lmasa registratsiya qilamiz. Pasport? Pasport, hozir pasport bor mana. Menga qara, bu yerda hech kimga pasport berma. O'zi Marat nima joyga bo'lgan yetadi. Ertaga sizga pasport ketirib beramiz, hozir registratsiyaga beruvdik-da. Ertaga ketirib beramiz, xo'p? Bo'ldi bolalar, ishni boshlaymiz. Rahmat. Menga qarasan, datkolani shu bo'lsa kerak. Men sizni ertaga ko'zingizga ko'rsataman. Ketib ishni boshlaymiz. Ketar, men shu yerdaman. Bir diskoda bir bardaman. Men hop bahorda yozdaman. O, disko bar, nima qilyapsan? Ulug' mas'ul aytib, bamper zatishga qilish kerak. Sashka, biz bu yerga ishlashga kelganimiz yo'q. Pulni topib, olib ketish kerak tez-tez. Furik, o'zing planlaringni men aralashtirma. Menga ish yo'qdi, men ishlayman, tamom. Tur. Sashka, umni o'ylab ko'r. Pulni olish kerak, ketish kerak, boyib ketamiz. Katta garajda qaydan topasan? Hozir hamma obedga ketgan payti isquvor itga o'xshab qidirib topasan. Tushundingmi? Tez oldimga tur. Furik, shuncha moshin bor, qaydan topasan? Sashka, fas. Men mana yerda o'tiraman. Ana nada qildi. Ha, topdingmi? Menga qara, tvar. Nima uchun men izlashim kerak? Lekin pap bo'lamiz pulda. Menga qara. Pulni sen topgan kim? San? Dava qidir bo'lmasa. Yig'diyam yo'q. Sashka qaysidir mashinada bo'lish kerak, polubom. Obed payti nima qilyapsizlar bu yerda? Ulug' master, ozroq bir yutalib keng, odam qo'rqib ketdi-ku. Qachongacha biz garajda shpakolovka qilamiz. Bizlar ham mashinada motordan kirib, gulshtirdan chiqishimiz kerak. O'rganyapmiz. Texnologiya o'rganyapmiz. Mayli, молодец, tezroq obedga boringlar, bo'ptimi? Rahmat. O'zingga o'sha yarmangni. Men pulni topsam, kechqurun shashlik yeyman. Ulug' master. Furik, sal qolib hozir pulga ushlanaylik-da. O'zi shu garajmi, shu mashinalar yo'qmi? Bala, Sash, esladim. Qizil Jiguli devdi-ku, bala. Mana, agon. Menga qara, Sashkajon, mashinada yechintirib, ichagini chiqarib tashladi. Davay, ketdik. Furik, pulni topdim, Furik! Bishqanyatga baqirma, ovozingni butun Moskva eshityapti. Qo'yningga sol pulni. Yur garajga, tez.
yerda necha million bor? Men kursni tushunmayman, lekin juda ko'p pul bor. Sash, menga qara. Bu pullarni ko'z qorachig'ingda ehtiyot qil. Men kelaman, tushundingmi? Bir joyga borib kelay. Shu paytdan ketasanmi? Surpriz. Sen mana bu tushib tur. Men hozir kelaman, tushundingmi? Ulug' mastering so'rasa, hozir bu yoqqa ketgan. Labidan pardozidan netayman. Banketga yig'ishtir. Men saunani gaplashdim, diskotekani gaplashdim, mokyonchalar gaplashdim. Bugun yibichar gudet qilamiz. Bor pullarni olib chiq. Qanaqa pullar? Tupitsa qilma. Bugun topgan pullarimiz qani? Bor olib chiq. Forik, men tushundim u pullar qaydan kelib qolganini. Men to'g'ri tushunib yetuvdim. Sashka asabimga tegma. Pullar qani? Bugun ertalab servisga kelgan paytimiz master gapni e'tibor qilmadingmi? 3 oy bepul ishlab berasizlar. Xo'p, nima qilay shunga? Men bachchalar bilan gaplashdim, menga hammasini aytib berdi. Bu yerda ishlagan ikkita tovar noshko'rlik qilib shu yerdagi zapchastlarni sotib, pullarni o'g'irlamoqchi bo'lgan. Endi mana shu ikkita gnida deb qarindoshlarimiz 3 oy bepul ishlab berish kerakmi? Men chidolmadim. Ularning ham oilasi bor, bola chaqasi bor. Shuncha musofirda yurib tirikchilik qilyapti, mehnat qilyapti. Qisqasi, halol ishlagan pullarni qaytarib berdim. Voy, mehribon farishta Sashka Petrovich dalbo. Nahotki bir pachkasini olib qo'ymading, Sash? Yo'q, Forik, u pullar bizaniki emas, tinigacha qaytarib berdim. Mana qadrdonlar, halol ishlagan pullaringiz. Mana shu pullarni beraman. Faqat 3 oy ishlab berasizlar. Mana shu pul bergan dadkol bilmasin, haymi? Davay, pоработай. Или Yo'q, undan ko'ra halol ishlab pul topamiz. Yo'q. Sashka, men juda ko'p mashina o'shatganman. Tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, buni gishiktirib ketgan. Dalba yo'q, yeri motor yo'q. Ha, motor yo'qmi? Bo'lmasa aybi aniq. Motori ketgan. Dadkol, anolikni o'rin topdik. Sashka, hut bo'ldikmi deymanda. Assalomu alaykum hurmatli xaridorlar. Bizda yangi aksiya. Agarda siz mana shu juftlik soatlardan o'zingizga yoqqanini sotib olsangiz, avval ko'rib olishingiz mumkin. Mana bu soatlar kvars soatlari va bizning profilimizda bundan-da chiroyliroq soatlar mavjud bo'lib, agarda siz ulardan birini sotib olsangiz, sizga bonus tariqasida mana shu 3 ta atir qo'shib beriladi. Va ulardan birinchisi hammamiz bilgan narkotik atiri. Bu atirni deyarli hamma biladi va uning o'tkir hidi barchaning tabiga mos kelish ehtimoli juda ham katta. Erkaklarimizga juda ham yoqadi bu atirlar. Va keyingisi mana bu Smart Black atiri. Bu ham nisbatan o'tkirroq hidga ega bo'lib, barcha erkaklarimizning tabiga mos kelishi aniq. Va keyingi atirimiz Excite by Dima Bilan. Bu hamma biladigan atir. Ushbu atirimizga qo'shimcha sharh berib o'tirishim shart emas. Excite ishlatmagan erkaklar bo'lmasa kerak. Mana shu chiroyli soatlarni hozir taqib ko'rsataman. O'zingizlarga bemalol buyurtma qilib va bonus tariqasida mana shu 3 ta atirimizga ega bo'lishinglar mumkin. Hoziroq sotib olishga shoshiling. Pastdagi tugma yoki havola orqali aksiyada ishtirok etishga ulgurib qoling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud va to'lovni mahsulotni qo'lingizga olgandan so'ng qilishingiz ham mumkin.